Kim yuta oladi? Titanic Enderman yoki Titanic Ghost? 10 ta giga zombi yoki Titanic Ender Dragon? Men har holda qiziqyapman, ulardan qaysi biri yutar ekan? 250 ta harbiylar yoki 10 ta mutant zombi? Men armiyani tanlayman. Zombi, soldat. Agarda hamma tayyor bo'lsa, jangni boshlaymiz. Yo xudoyim. Yo xudoyim, ular shunchaki kuchli. Olg'a zombi. 30 ta soldat o'ldi. Ular o'lyapti. Hozirgacha hatto bitta ham zombi o'lmadi. Ular o'lyapti. Nima? Nimalar bo'lyapti? Ulardan atigi ikkita qoldi. Iltimos. Ulardan bir dona qoldi. Nima bo'lyapti? Yo xudoyim, biz yutamiz. 9 ga 1. O'ldir. Ha! Armiya yutdi. Demak, Chandler va Nolan 1 ochkoga ega bo'ldi. Krist esa 0. Endi ikkinchi arenadamiz. 250 ta titan zombilar, bir dona titan mehaga qarshi. Bolalar, orqamga e'tibor berishingizni so'rayman. Orqamda 10 ta Feastables turibdi va shularning barchasiga g'olib ega bo'ladi. Shokolad. Ha, yaxshi, boshlaymiz. Zombilar, mehani tanlayman. Men ham mehani. Server, jangni boshlaymiz. Bu ularni o'ldi. Tan olishim kerak, meha juda kuchlilik qilyapti. Nahotki raketalar. Men hattoki hozirda nimalar bo'layotganini ham unchalik tushunmayapman. Bu oxiri, men albatta yutaman. Nimalar bo'lyapti? Biz yutamiz. Ularda 30 ta zombi qoldi. Biz albatta yutamiz. Bolalar, siz yutqazdingiz. Men seni yutganingga hayron qoldim. Hozirda menda 2 ochko bor. Endilikda bir dona titan tank yoki 50 ta kichkina tanklar. Kichkina tank. Men katta tank tanlayman. Men ham katta tank tanlayman. Server, jangni boshlaymiz. Titan tank, ularni yo'q qil. U raketalar o'tyapti. Yaxshi, hozircha ancha yaxshi ketyapti. Titan tank hozircha yutqazyapti. U o'z ko'rinishini o'zgartirdi. Endi u ko'proq uron beradi. Yo'q, u juda ko'p tanklarni yo'q qildi. Yo'q, men yutqazdim. Ha, yutdim. Kris, va nihoyat sen 1 ochkoga ega bo'lding. Endilikda 50 ta qizil meha Krisning onasiga qarshi. Krisning onasini tanlayman. Krisning onasiga qarshiman. Demak, men ham onamga qarshiman. Boshlaymiz. Ha. Kris, sening onang rostdan ham kuchli. U atigi bir dona mehani o'ldira oldi, lekin uning joni anchagina ketdi. Ha, u uchyapti. Havodan hujum. Bu anchagina robotlar o'ldi. Yana bir marta. Ajoyib. Yo'q, nega u bunday hujumlarni qilyapti? Sening onang yutyapti. Qani, atigi 5 dona robotlar qoldi. Bizda hali ham imkon bor. Axir unda jon juda ham kam qolgan. Yo'q. Ha, u yiqildi. Tezroq, uni o'ldirish kerak. Yo'q. Tur. To'g'ridan hujum qilma. Nima qilyapsan? Ha. Bu onalik kuchi, uni hech kim yenga olmaydi. Chandler hozirda oldinda. Kris, sen maxluqsan. Nega aynan men? Chunki Monster Legends bu videoning sponsori. Uni Tekkenga, iOS va Androidga o'rnatishingiz mumkin. Agarda hozir kirsangiz 3 yulduzli maxluqni olasiz. O'zi nechta maxluqlar bor? 100 dan ortiq. Monster Legendsda o'zingizning maxluqlaringizni kuchaytiring va boshqa maxluqlar bilan jang qiling va unda bosslar ham bor. Ha, o'z maxluqlaringizni kuchaytiring. O'yinda maxluqlarni qo'shgan holatda boshqacha maxluqlarni ham paydo qilasiz. Monster Legendsga tabiatga alohida e'tibor berilgan. Ularda barcha narsa ajoyib. Va undan tashqari eventlar orqali ham ko'p narsalarga ega bo'lasiz. Jang qilish orqali tangalar yig'asiz va u tangalar yordamida o'z orolingizni kuchaytirasiz. Har bir etapda o'tganingiz uchun sizlarga sovg'alar berib boriladi. Agar eng so'nggi etapidan o'ta olsangiz, Mr. Beast tomonidan $10,000 ga ega bo'lasiz. Qanday o'ynashim mumkin? Pastdagi silka orqali o'tib, uni yuklab olasan va u senga juda ham ko'p bo'lgan nagradalarni beradi. Undan tashqari, senga maxluq ham beradi. Shunchaki uni yuklab olsang bo'lgani, silka orqali o't va uni yuklab ol. Keyin esa mazza qilib uni o'ynashing mumkin.
Davom etamiz. Juda ham katta bo'lgan mutant zombi qilichi bilan 10 ta mehaga qarshi. Katta zombi kutadi, u albatta yutadi. Men ham zombini tanlagan bo'lardim. Nima deyishga ham hayronman. Lekin senda faqatgina mehalar qoldi. Demak, endi men yutishim kerak. Olg'a zombi, qo'lingdagi qiliching bilan ularni yo'q qil. Uni tezroq o'ldirish kerak. To'xtanglar, u juda ham tez o'lib boryapti. Hozir bu zombi adabini yeydi. Unda yana hali jon bor. Bu yana nimasi? Bu qanday jon o'zi? U yerdan lava otilib chiqyapti. Mexani yutish ehtimoli o'zi bormi? Uddaladi. Men uni shunchalik kuchli bo'ladi deb o'ylamagan edim. Nolan va Chandler oldinda, Chris esa orqada. Endi esa eng kuchli qarama-qarshilikka yetib keldik. 10 ta katta qilichi bor mutant zombilarga qarshi. Ulardan 10 ta. Raqibi esa juda katta bo'lgan Enderman. Enderman tomondaman. U juda qo'rqinchli ko'rinadi. Enderman tomondaman. Men esa ana shu 10 ta bola tomondaman. Chandler, tayyor bo'lganingda xabar berasan. Tayyorman. Oh, u lazerlarni otyapti. Nima? Oh, u juda ham kuchli zarba beryapti. Zombilar hali jiddiylashmadi. Oh, o'lyapti. U ularni o'ldiryapti. Nimalar bo'lyapti? Zombilar asta-sekin kuchaymoqda, lekin ular hali ham yeta olmayapti. Ulardan bir dona qoldi. Bu uning oxirgi imkoniyati. Ular deyarli uron ham bera olmadi. Ey Chris, agarda shokoladlarni yomon ko'rsang, shunchaki aytsang bo'ladi. Hali bular tugamadi. Men ularni olib ketishim mumkin. Keyingi jangda nimalar qatnashadi? Qurbaqa. Qurbaqa emas. Bunda 10 ta titan tanklar juda katta va mutant gazga qarshi chiqishadi. Meni eshiting, men buni Chandlerning onasi deb chaqiraman. Eshitinglar, siz qaysi tarafdasiz? Men Gastni tanlayman. Men onam tomondaman. Yaxshi, tankni tanlayman, lekin Chandlerning onasini tanlagan bo'lardim. Men shokoladlarni olaman, sen esa hech narsani. Chris, jang boshlanish uchun nimadir demaysanmi? Iha. Wow, Chandlerning onasining g'azabi chiqqan. Yo xudoyim. Chandlerning onasini mo'ljallang. Chandlerning onasi juda ko'p sharlar otyapti. Qo'yib yubor meni. Biz bir komandadamiz, Chandler. Tanklar juda katta zarba berishyapti. Nima? Nima bu? U osmonda butunlay qoplab oldi. Qani ketdik. Biz uni albatta o'ldira olamiz. Ana endi birga bir. Qani Gast, albatta yutishing kerak. Menga shokoladlar kerak. Ha, Chandler hozircha birinchi o'rinda. Bu yerdan yo'qol, Nolan. Menda shans yo'q edi. Biz hozir qayerdamiz? Hech narsa yo'q. Hozircha shunday. Serverni ishga tushiraman. Oh, yo'q, bu yana Chandlerning onasi. Kim yutar ekan? Chandlerning onasi yoki mutant Enderman? Enderman. Men Chandlerning onasi tomondaman. Chris, yana nimadir deya olasanmi? Ha. U sening onangga qarab tupuryapti. Ular shunchaki gaplashyapti. Ha, u kuchliroq. Chandlerning onasi jiddiylashdi. Teleport qilsang bo'ladi, Enderman. Qayergadir bor. Oh, nima bu? Oh, qaranglar bunga. Nimalar bo'lyapti? Ular juda ham kuchli. Hey, Nolan, sen yutqazding. Bu nimasi? Hayır. Bu haqqoniy emas. Men senga Endermanni tanla degan edim. Keyingi jangimizning arenasida 3 ta mutant Endermanlar Titan mutant Ender Drakonga qarshi. Hozirda Chris va Nolan'da 5 ochko, Chandlerda esa 6. Yutgan odam shokoladga ega bo'ladi. Agar tanlaydigan bo'lsam, Drakonni tanlayman. Men Endermanlarni tanlayman. Ender Drakon. Yaxshi, boshladik. Oh, Nolan, biz yutqazdik. Men qanchalik ahmoqman? Nima? Olg'a. Kutilmagan bombardirovka. Kartinkalar
Ular nima qiladi? U kartinkalar yordamida hujum qilyapti. Ular juda ham ko'p. U boshqacha harakat qilyapti. U hozirgacha ko'p uron bera olmadi. Bu yana qanday sharlar? Endermenlar jiddiylashgan ko'rinadi. Ko'ramiz, dragon nima qilar ekan. To'xta, bu nimasi? Bu yana qanday animatsiya? Ender Dragon shunchaki... Chandler Ender Dragon'ni tanlagan edi. Demak, u 7 ochko bilan g'alaba qozondi. Chandler, 10,000 shokoladni yutib olganing bilan tabriklayman. Senda har uchalasidan ham berib o'taman. Albatta uni har kuni bemalol har tushlikda yeyishing mumkin. Yoqimli ishtaha. Yaxshi.